go'zal axloq degan libosi bor millatdan. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim, mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar mani kamla har dam. Salomatligi bor oqibatda oxiridagi moddam, xotirjam o'zbekim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib hayon aqli xarobotilar, devonayu mashoyiq abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajatda ulug'lar, balogardonlar. Ferani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayyon bardamon, endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. Shukur qilarim bor kecha-yu kunduz, ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom, farzandining aybini yashirish va afv etishda bardamon. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan.